Xullas qarindoshlar, qovoni, pomidorni, sabzini, chestogni, piyozni hammasini duxovkaning listiga terib chiqib, duxovkada yaxshilab pishirib olib va shu pishib chiqqan mevalarni hammasini chuqurroq idishga solib, ozgina bulyon solib, blenderda shunaqa massa holatiga keltirib olib, shunaqa bay odamning ishtahasini ochadigan qovoli, foydali sho'rva bo'lar ekan. Mushti buni qaranglar. Hozirdan buni ko'rib ishtaham ochilyapti-ya. O'xsharmikan-a? Deb turib sizlar tanigan, bilgan qip-qizil duxovkaning idishini oldim qarindoshlar. Va albatta hammasini xuddi videoda ko'rsatilgandek mayda qilib to'g'rab chiqdim. O'zi ham bir oydan beri men Instagramga yangi video qo'ymayotgan ekanim. To'g'risini aytinglar qarindoshlar, meni sog'indinglarmi yoki-da yo'qmi? Bilaman, mendan ham ko'ra ko'proq mana shu foydali retseptlarimni sog'ingansizlar. Bay buni hidini qaranglar qarindoshlar. Nima narsani to'g'raganimni hammasini ketma-ketlikda videoda ko'rdinglar qarindoshlar. Hamma sabzavotlarning ustidan bir rov yog' solib, ustidan murch, tuz va 2 chimdim sariyog' ham soldim. Maza beradi deyim, maza. Hamma narsa to'laqonli bo'lgandan keyin duxovkaga jo'natib yubordim qarindoshlar. O'zi ham 40 minut deganda pishdi-ya bu janavar. Hamma pishib chiqqan sabzavotlarimizni shunaqa chuqur idishga solib, voy bularni hidini-ya. Ustidan sho'rvani bulyonini soldim qarindoshlar. Maza beradi deyim, maza. Qaniydan keyin bismillohda blenderda yaxshilab maydalashib boshladim. Qarindoshlar, bunaqa sho'rvalarni mana shunaqangi ruchnoy blenderda maydalashinglar maslahat beraman. Ana u stakanli blenderga issiq narsani soladigan bo'lsanglar, hamma stakanli blenderlar ham issiq narsani ko'tarmaydi. Bu sho'rva esa issiqligida blenderdan o'tkazilishi kerak-de. Buni rangini chiroyliligini bilaman qarindoshlar, qo'lim rassayam gul. Qani bismillahirrohmanirrohim, gul qo'llarim bilan tayyorlagan sho'rvamni bitta tatib ko'raychi. Voy, meni guldan gul qo'llarim dard ko'rmasin. Mazasi shunaqangi zo'r chiqibdi. Ayniqsa solgan qovoq urug'larim ham rosa zo'r maza beryapti. Nonlarni botirib ham yeb oldim. Xullas qarindoshlar, bu retseptni siz qarindoshlarim uchun maxsus qaytadan tayyorlab sinab ko'rsatib berdim. Retsept sinovdan o'tdi. Rosa mazali narsa bo'lar ekan. Obязательно uyda sinab ko'rsanglar bo'lar ekan qarindoshlar. Har safargidek esingizdan chiqmasin. Bu videoni umuman qo'lidan ovqat qilish kelmaydigan dugonanglarga shundoq jo'natib qo'yish esdan chiqmasin-a. Noqal shu dugonanglar shu videoni ko'rgandan keyin insob kirib, to baxtini topgungacha qo'li gul oshpaz bo'lib qolar. Yerga teggandan keyin qaynanasidan rahmat eshitadigan kelin bo'lsin deyman-de, shu qo'lidan ovqat qilish kelmaydigan dugonanglarni. Ularni siz bilan men o'ylamasam kim o'ylaydi qarindoshim? Xullas qarindoshlar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.